Rossiya 30-noyabrgacha aviakerosin eksportini vaqtincha taqiqladi. Tojikiston energetika va suv resurslari vazirligi mamlakatda taxminan 60 ming tonna aviatsiya yoqilg'isi zaxirasi mavjudligini tasdiqladi. Bu zaxira Rossiyaning aviatsiya yoqilg'isi eksportiga joriy etgan vaqtinchalik taqiqi davrida mamlakat ichki talabini ta'minlash uchun yetarli hisoblanadi. Aviakerosin eksportini taqiqlovchi farmon 1-iyundan kuchga kirdi. Ta'kidlanishicha, ushbu chora ichki yoqilg'i bozoridagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun qabul qilingan. Rossiya tarixda birinchi marta aviatsiya kerosinini eksport qilishga to'liq embargo joriy qildi. Rossiya hukumati energiya resurslari, ayniqsa dizel yoqilg'isi va boshqa yonilg'ilar eksportiga cheklovlarni barcha bozor ishtirokchilari uchun kengaytirish imkoniyatini muhokama qilmoqda. Rossiyada yoqilg'i ishlab chiqarish Ukrainaning Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga muntazam ravishda amalga oshirgan dron hujumlari tufayli kamaydi. Eron mart oyi boshida yopgan Hormuz bo'g'ozi orqali tankerlar qatnovining to'xtatilishi tufayli jahon yoqilg'i narxlari, jumladan aviakerosin narxlari oshdi. Ushbu to'siq ta'minotning uzilishi va energiya narxlarining yanada oshishiga olib keldi. 2013-yil fevral oyida imzolangan va 2013-yil noyabrdan vaqtincha qo'llanila boshlangan hukumatlararo bitimga muvofiq Tojikiston Rossiyadan yoqilg'ini bojxona boshlarisiz oladi. Tojikiston hukumati monopoliyaga qarshi xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Tojikistonga yetkazib beriladigan neft mahsulotlarining qariyb 84% qismi aynan Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Tojikistonning o'zida aviakerosin ishlab chiqarish quvvati yo'qligi sababli Moskvaning har qanday cheklovlari mamlakatning energetika va transport xavfsizligiga bevosita tahdid soladi. Bu musulmon mamlakatlarning kofir mamlakatlarga qaram ekanligining yana bir dalilidir. Musulmonlarning yerlari foydali qazilmalarning eng boy zaxiralariga ega. Ular osongina qazib olinadi va iste'molchilarga yetkaziladi. Ammo afsuski, bu energiya konlari va transport yo'laklari kofirlar tomonidan nazorat qilinadi. Kofirlarning musulmonlar boyliklari ustidan hukmronligining sababi islom qonunlariga binoan hukmronlik qilmaydigan hukmdorlardir. Agar musulmonlar o'zining buyukligi va kuchini dinidan oladigan, boshqaruvda kuchli bo'lgan, musulmonlarning hayoti, sha'ni va resurslarini himoya qiladigan va tabiiy resurslarni to'g'ri boshqaradigan xalifalik davlatini tiklasalar, o'zlarini mustamlakachilik qaramligidan ozod qiladilar va avvalgi buyukliklarini va dunyodagi eng qudratli millat sifatidagi maqomlarini qaytarib oladilar.